Yaponiya Chiba Universiteti nano materiallari kasbining doktorant o'quvchisi Abdulxabar Mirzahmatning bir parcha maqolasi 8 dekabr kuni dunyodagi nufuzli ilmiy jurnalda e'lon qilindi. Uning tadqiqot maqolasining fizika va materiallar ilmiy qatorliq sohalarda dunyoning oldingi qatorida turadigan 10 ilmiy jurnaldan biri hisoblanadigan Ilg'or materiallar jurnalida e'lon qilinishi Uyg'ur ilm sohasidagilarni suyundirdi. Elementlarni elektronlik spektroskop orqali bayqab chiqish mavzuliq bu maqolada yaqindan buyon quyosh energiyalik batareya sohasida zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan perovskit quyosh energiyalik batareyaga eng ko'p ishlatiladigan materiallarning eritma usuli orqali yasab chiqilgan nefis parda yoki nefis filmning eng ustining qanday holatda bo'ladiganligini, ya'ni eng ustida qaysi elementlar borligi intayin oson va unumli usulda aniqlab chiqilgan. Angliyadagi Oxford Universiteti fizika fakultetining o'qituvchisi doktor Qurbanjon Barat Apandi Ilg'or materiallar jurnalining dunyo tabiiy fan sohasida ta'siri zo'r bir jurnal ekanligini, Abdulxabar Mirzahmatning tadqiqot maqolasining mazkur jurnalda e'lon qilinishining zo'r bir ilmiy muvaffaqiyat ekanligini aytdi. Abdulxabar Mirzahmat Apandi 2016 yil 10 oyda Yaponiya Chiba Universitetining nano materiallar kasbida doktorlikka o'qishga boshlagan bo'lib, kelar yili bitirdi ekan. Yevropa İttifaqı yer shari kishilik huquq jazo qonunini ma'qullab uzun o'tmay Yevropa parlamenti Xitoy munosabatlar vakillari o'mikining boshlig'i Reinhard Bütikofer Uyg'urlarga qaratilgan bostirish siyosatining bosh ijrochisi Chen Changgoning mazkur kishilik huquq mexanizmi bo'yicha jazolanishini xohlaydiganligini bildirgan. Reinhard Osiyo xabarlari gazetiga qilgan so'zda mundaq degan: "Men Xinjiang partikomining sekretari Chen Changoni Yevropa İttifaqıning yangi kishilik huquq mexanizmi bo'yicha jazolashga eng bob keladigan kandidat deb qarayman. Yevropa İttifaqıning qonun chiqarish tarmog'i dushanba kuni yer shari magnitsitki qonunining ilhomi bilan o'z oldiga yer shari kishilik huquq jazolash tuzumi deb ataladigan bir kishilik huquq qonunini ma'qullagan. Amerika hukumati 9-iyul Chinchengu qatorliq 4 nafar Xitoy amaldorini yer shari magnitsitki qonuni bo'yicha jazolagan edi. Ma'lum bo'lishicha, Wuhan virusi yuqumi sababli dunyoda eng ko'p diqqat tortgan Xitoydagi hokimiyat beshidagi Kommunist partiyasi dunyodagi nurg'unlagan donliq shirkatlarga singib kirgan. Angliya yakshanbalik pochta gazetining xabarida Xitoy Kompartiyasi a'zolarining elchixona, universitet va HSBC qatorliq shirkatlarga singib kirganligi oshkorlandi. Xabarda aytilishicha, Kompartiya a'zolarining oshkorlanib ketgan sonliq ma'lumot ombiriga asosan 1,950,000 Kompartiya a'zosining Angliyadagi nurg'un muhim organ va shirkatlarga singib kirganligi o'tirg'a chiqqan. Gazet bu sonliq ma'lumotlarga baho berib, Xitoy Kompartiyasining a'zolarining mudofaa shirkatlari, banklar, dorigarlik shirkatlari, shundaqla nurg'un diplomatik vakillar va universitetlarda aktiv ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump bultur Turkiya Rossiyadan istoyiz havo mudofaa sistemasi setib olganligi uchun Turkiyani jazolashni o'z ichiga olgan mudofaa loyihasini rad qildi. Trump bu mudofaa loyihasini Xitoyga foydali bo'lib qolmaslik uchun rad qilganligini bildirdi. Trump Twitterda Xitoy yangi mudofaa qonun loyihasining eng chong utquchisi bo'ladi. Men uni rad qilaman dedi va bu qonun loyihasining Xitoyga foydali bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Davlat mudofaa huquq qonun loyihasi Avom palatasi va Kengash palatasidagi mutlaq ko'p sondagi kishilarning qo'llashi bilan ma'qullangan bo'lsa-mu, lekin Trump yana rad qilganligini bildirdi. Angliya bosh ministri Johnson o'zining Angliya va Yevropa ittifoqi savdo kelishimi suhbatida kelishim hosil qila olmaydiganligini bayon qilib, ommaning 31 dekabr kelishimsiz ayrilishga tayyorlik qilishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Johnson ularning ba'zi muhim masalalar to'g'risida yanada kelishim hosil qilishdan yiroq ekanligini tilga olib mundaq dedi. Ammo biz qayerda umid bo'lsa, nima qila oladiganligimizni davomli so'zlaymiz. Angliya cho'qim so'zlaydi. Men hozir takrorlaydigan ehtimollik shuki, biz Dunyo savdo tashkilotining sharti yoki Yevropa ittifoqi bilan Avstraliyaning sharti ostida ayrilishga tayyorlik qilishimiz kerak dedi. Johnson o'zlarining so'zlashga va ilgirlashga har vaqt qo'shil bo'ladiganligini ta'kidlab, agar Yevropa ittifoqi buni xohlasa, kelishim hosil qilg'ili bo'ladiganligini aytdi.